Qo'shni. Voy, keling. Qo'shni 1 metrlik ketmonni olib nima qilyapsiz? Yangi imorat qilganman, shu tomiga loy bosishim kerak. Tuproqni qattig'ini to'ktirib olsiz, ketmonni o'tmasin olsiz. Shuncha bolani yig'ib oldingizmi hasharga? Nima qilay endi boshqa? Qo'shni zo'r yangilik bor. O'zbekistonda zo'r yangilik. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Yuring, men sizga ko'rsataman. Qani bir Mana qo'shni aytgan yangiligi. Mana bunday somon loyni ustidan ham qilsa bo'ladigandan bo'ladi. Somon loyi yorilib titilayotibdimi? Shuni ustidan pena betonni bitta qo'yadigan bo'lsangiz, qurt qumisa sichqon kalamushni undan unutib oladi. Undan tashqari qishda issiqini, yozda salqin bo'ladi. Pena beton degani shu bo'lar ekan. Bir kunda 100 yillik 200 kvadrat joyda akalarimiz qo'yib qo'yar ekan. Xizmatlari O'zbekiston bo'ylab vodiyga 5 sm qalinlikdan 7 sm qalinlikka bo'ladigan bo'lsa 45 ming so'mdan bo'lar ekan. 10 sm qalinligini 55 ming so'mdan qilib berar ekan. Sizdan talab qilinadigan narsa uyingizda, ya'ni tomiga, to'sinni ustiga vassa tashalgan bo'lsa bo'ldi. Qolgan mahsulotni, izospan materialni yozib, pena betonni quyib berish. Hamma yo'q ichida 45 ming so'mdan 55 ming so'mgacha vodiyga, Toshkent vohaga kelishiladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Namanganning Qo'g'oydan akalarimiz bo'ladi. Tamom.